60 ga ham kirmayapti hozir. 50 deylar qirilib ketyapmiz hozir. Xohlamayman 65 bo'lishdi. Men qarshiman. O'limlarga sababchi ashu pullar, mana shu yetishmovchilikdan sabab o'limlarga olib kelyapti. Shu o'zi holatda qolgani ham o'zi zo'rg'a yetyapti pensiyaga. 60 ta odam tugaydi o'sha. Ijtimoiy tarmoqlarda pensiya yoshiga yana 5 yil qo'shilishi haqidagi xabarlar tarqamoqda. Bunga aholimizning fikri qanday? Shu savol bilan ularga mikrofon tutib ko'ramiz. Shu 50 dan chiqarishdan bo'lsa yaxshi anaqa bo'ladi. Ertaroq chiqarish kerak. Ular oila boqadi. To'g'ri. Ozgina pensiya olaman yetmay, yana qayta qo'shilish noto'g'ri. Ertaroq chiqarish kerak. O'zi 50 yoshga yaxshi edi, yana 55 qilib qo'ydi. 50 yosh normal bo'lgan. Endi pensiya olishamiz. Hammaga ham nasib qila olmaydi baribir. Xususan so'radim o'zim pensiyada ben hozir ham ishlayman. Ha. 72 ga kirganman, ishlayman hozir ham. Hozir o'zi erkaklarga 60 yosh bo'lsa, 65 yoshdan chiqiladigan qilyapti-da. Men 72 ga ishlayapman. Ayollarda e'tiboringiz uchun 50 yoshdan chiqarish kerak. Yetishmovchilik ko'p. Nimaga Rossiyalarga ketyapti bolalarimiz? Mana shu yetishmovchilikdan ketyapti, ashellarda yuribdi. O'limlarga sababchi ashu pullar, mana shu yetishmovchilikdan sabab o'limlarga olib kelyapti. Tushuntira oldimmi? Qizalog'im. Stajlarimiz yetsa ham bermayapti, pensiya oz mana. 50 yoshga tushirib 5 yilga pastga tushirib bersin nabarot. Fikrim endi 50 dan o'tgandan keyin hech narsaga yaramay qolasiz ekanda. Ichi tushgan qovundek bo'lib qolasiz ekan. Shu 50 dan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Menimcha 60 yosh ham yaxshi, normalniy. Yaxshi. Yo'q, unga qarshiman. Qo'rqisdan kasalliklar paydo bo'lib qolyapti. Yoshiga yetguncha ham odamlar qiynalib qolyapti. To'g'risi, meni fikrimcha, shu o'zi holatda qolgani ham o'zi zo'rg'a yetyapti pensiyaga. 60 ga kirib, masalan, o'tib ketib qolyapti ko'p odamlar. Haligi kasalliklar ko'payib, pensiyani ham olib olmay o'tib ketib qolyapti. Ja, olsa 1 yil, 2 yil olyapti xolos. Ayollarga ham 50 yosh yaxshi o'zi. Mana hozir men 65 ga kirib 67 ga kirdim. O'zimdan nima qilaman-da? 60 ta odam tugaydi o'sha. Men 60 yasharimda ishga yaramay qolganman. 60 normal, ilojisi yana pastga tushirish kerak. 55 ga deng. 55 ga. Ha, zo'r hozir. Sog'ligiga qarabda endi pensiya yoshiga chiqqan yaxshidir. O'zi 65 yosh normal yoshmi pensiyaga chiqish uchun? Normalniy, hozir 60 da ham odamlar baquvvatlari bor-ku, ishlayapti bemalol. Men qarshiman. Xalqimiz hamma ashga qo'shiladi qizim. Ashlab degani to'g'ri. Sal ishlab o'zini tikalaydi ayollar ham, erkaklar ham. Pensiyani olib yotsa-da biz yotmaymiz, pensiyani olmay ishlaymiz, tirikchilik qilamiz. Birigilar o'g'lim baqadi, qizim baqadi yotadi. U noto'g'ri, kasal ko'payadi ashunda. Endi 60 ta bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Nima deysiz? Ko'ryapsiz ekologiyani ahvolini. 60 ga ham kirmayapti hozir. 50 deylar qirilib ketyapmiz hozir. To'g'risida 5 yosh qo'shilsa, nabarat yaxshi emasmi? Nimasi yaxshi? Ancha yaxshi bo'ladi. Prezidentning rahmat demaysan undaga. Yo'q, rahmat. Pensiya cho'ziladi. Jahon banki O'zbekistonga uzoq muddatli istiqbolda pensiya yoshini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi tavsiya hukumat so'rovi bilan tayyorlangan hisobotdan o'rin olgan. Unga ko'ra, O'zbekistonda 2025-yildan pensiya yoshini sekin 65 yoshgacha oshirishni nazarda tutuvchi qaror qabul qilish eng yaxshi variant bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda pensiya yoshi ayollar uchun 55, erkaklar uchun 60 yosh bo'lgan sobiq ittifoq mamlakatlari ichidagi yagona davlat hisoblanadi. 1990-yillardagi o'tish davri islohotlari vaqtida ko'plab mamlakatlar pensiya yoshini 2-3 yilga oshirdilar, deyiladi hisobotda. Ma'lum qilinishicha, ayrim davlatlar ayollar va erkaklar pensiya yoshini bosqichma-bosqich tenglashtirishga kirishmoqda. Estoniya, Latviya, Litva va Ozarbayjon ayollar va erkaklar uchun pensiya yoshini 65 yoshga oshirishmoqda.